Zamon ko'targanda urib abjag'ini chiqarib yuborardim. Qo'shningga qaramasdan. Urchi qani qatta ko'rarkansan o'zingni. Yana urishyaptimi bu qo'shnilar? Yo'qot Gulzoring devorimni to'kib tashlayapsan. Hadi, qo'lingdan nima ish keladi, yozasanmi? Mahalla o'rtasida ikkita qo'shni urishishlar hali. Yana nima muammo? Ya hali ham o'sha devorlama muammosida. Nima bo'lgan? O'zi o'sha devoringizga? Mana aka qarang, har yili remont qilaman, Gulzoriga suv quyib to'ktirib yuboryapti. O'shanga Gulzoringni yo'qotgin deb talashib tortishib turadim. Nima, devorlar shuni orqasida Gulzorimi? Devorimi shunday ag'ida Gulzor, shilenda suv tashab qo'yadi, qaramaydi ham. Mana betlargacha suv bo'lib ketadi. Keyin men baqiraman, "O'chir suvingni" deb. Jonimdan to'yib ketdim aka. Ha, qo'shningiz yaxshi chiqmayapti ekan. Mayli insof o'ziga bersin. Lekin bitta remont orqasidan yon devor qo'shningiz bilan urushib yurasizmi? Yuring, men siz bitta joyga borib kelaman. Uka, o'sha devoringizni mana shunaqa fasadni plitka qilib qo'ya qoling. Shunaqa devorga reka to'qishadi, ustiga fasadni plitkani yotqizishadi. Arasi ochiq bo'ladi, havo aynaladi. Bu taxtis chirimaydi. Keyin uni arasini uteplet qilib yuborsangiz ham zo'r bo'ladi. Bu mahsulotga 25 yil garantiya berishadi. Bu rang o'chmasligi, sifat o'zgarmasligiga. Remontdan umuman qutulasiz. Agar uyingizda marosim bo'lib qolsa, bitta shlem bilan yuvib yuborsangiz, yangi deb turaveradi-ku. Shundan qo'yib yuborsangiz yaxshi bo'ladi uning. Bu mahsulotni ko'rdim, baland domlarda ham shundan qilishyapti. Ha, o'sha mahsulot domlar, hovlida, kottejlarda, hozirgi zamonaviy uylarda fonni shundan qilishyapti. Zakaz bermoqchi bo'lsangiz, ekran nomerlarga telefon qilaverasiz. Siz ham